To'xtang, blinchiklarim hech ham o'xshamaydi deysizmi? Unda men sizlarga o'zimni eng sotuvob bo'lgan blinchik retsepti bilan bo'lishaman. Birinchi bo'lib, uchta tuxumni yaxshilab aralashtirib olamiz. Ustidan 500 mg iliq sut, 1 choy qoshiq tuz va 1 choy qoshiq sodani limon sog'ida o'ldirib solamiz. Ketidan 300 g ilangan un solib, qimoqlari ketguncha aralashtiramiz. Keyin esa 500 mg issiq suv va oxirida 100 mg yog' solib yaxshilab aralashtiramiz. Tovamizni yaxshilab yog'lab, qizdirib olamiz. Keyin esa birin-ketin blinchiklarimizni pishirib olamiz. Tovani yaxshilab qizdirib, keyin xamirni qo'ysangiz, shunda teshikchalari ko'p bo'lib chiqadi. Blinchiklarimizni pishirib bo'lganimizdan keyin selofanga 15 daqiqaga o'rab qo'yamiz. Shunda chetlari qotmasdan yumshoq bo'ladi. Nachinkasi uchun esa piyoz, qiyma, kartoshka, ziravorlarni solib qovurib olamiz. 15 daqiqaga yarim stakan suv solib dimlab qo'yamiz. Nachinkamiz tayyor bo'lgandan keyin blinchiklarimiz ichiga bir osh qoshiqdan solib o'rab chiqamiz. Eng ideal o'xshab chiqadigan blinchiklarimiz ham tayyor bo'ldi. Xohlasangiz konteynerlarga solib muzlatib qo'yishingiz ham mumkin. Iftorlik yoki saharlikka tayyor bo'lib turadi. Albatta siz ham tayyorlab ko'ring va sahifamga obuna bo'lish ham esingizdan chiqmasin. Yoqimli ishtaha!